Uni bachadonga yuboramiz. Bunda perigastron bor. Qo'yimizni 14 kunda urug'ni isrof qilmaslikni ham oldini oladi. Qo'chqor bitta qo'chqorni 100 ta 150 ta qo'yga yetkazsangiz bo'ladi, ya'ni 50 tagacha. Arashan toza liniyadan qochirsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha vesi katta qo'ylardan bir kunda qochirasiz hamma qo'yingiz. Bu sun'iy urug'lantirishda hozir tayyorgarlik ko'rilyapti. 14 kun davomida, ya'ni 10 kun yo 14 kun davomida o'zi kuyga kelishni boshlaydi. Keyin sun'iy urug'lantirish bo'ladi. Hozir mana maxsus dorilarni o'sha bachadon ichiga yuborilmoqda. Elyor akam buni afzalliklarini tushuntirib o'tadi. Asosiy bu yerda maqsad zotni yaxshilash va bolani kattaroq bola va yaxshi nasl olish. Buni afzallik tomonlarini Elyor akam bir qator to'xtalib o'tadi bo'lamiz. Buni afzallik tomonlari mana hozir monovo sida deyiladi. Bilganlar biladi, bilmaganlar yozib ketinglar. Uni bachadonga yuboramiz. Bunda perigastron bor. Qo'yimizni 14 kunda bachadonni, ya'ni endometrit kasallari bor. Har xil kasallikdan tozalaydi-da. Keyin qo'chqorlarimizning liniyasi bor o'zini-chi. Liniyalarni qochirib beramiz. Buni afzal tarafi arashan toza liniyalarni qochirsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha vesi katta qo'ylardan vesi katta xohlasa qaysi qo'yga qiziqsa qo'yni. Bu Qirg'izistonda xudo xohlasa tajribada o'tdi. Mana 50 ta 100 ta qo'y qochirdik. Avvalroq boya aytganingizdek 80-99% qochyapti. Endi qiziqda hammaga hozir. Urug'ni isrof qilmaslikni ham oldini oladi. Qo'chqor bitta qo'chqorni 100 ta 150 ta qo'yga yetkazsangiz bo'ladi, ya'ni 50 tagacha. Qo'chqor ham qiylanmaydi. Bu yerda ekonomik tomonlari afzal ekan. Bir kunda qochirasiz hamma qo'yingizni. Yaxshilaringiz. Va o'zingiz sog'lom qo'yligiga, katta bola berishiga, ya'ni yaxshi nasl berishiga bunda ishonch hosil qilasiz. Ishonch hosil qilamiz. Albatta buni qilib parazitlarni tushirib ketamiz bu bilan. Ya'ni parazitlar o'sha ta'sir qilishi mumkin qochishlarni. Undan keyin ham qilsa bo'ladi, lekin stress holatlarini oldini olish uchun boshlanishiga qilib ketgan afzal. Albatta immunobazadan mana. Ketamiz 5 grammda. Buni berasiz. Immunitet ko'tarish uchun. Veterinar akalarimizga ham tavsiya qilib qolamiz, chorvadorlarga immunobaza, ya'ni sun'iy uchishda, ya'ni o'sha to'qimalarni tikalashda, rivojlantirishda, tuyoqchirish kasalliklarida davolanishda va boshqa virusli immunitet tushib ketadigan kasalliklarda tavsiya qilib qolamiz.